Mirziyoyev eshit. Assalomu alaykum. Bu men Malohat Eshonqulova. O'zining tarozisilar sizning huzuringizda. Shu yilning fevral oyi oxirida mening Toshkentda, xususan Mirziyoyevning qo'lida garov sifatida asirda yashab kelayotgan katta qizim 1994-yilda tug'ilgan Alimbekova Zarnigor betob bo'lib kasalxonaga olib ketishgan va birdan undan biopsiya olib, unga eng og'ir tashxis qo'yilgan. 2025-yilning fevral oxirlarida saraton kasalligiga chalingan degan tashxis qo'yilgan. Qizimni ishi nihoyatda chalkash. Katta qizimga xorijga chiqishga taqiq qo'yilgan. Umuman olganda men mana shu hukumatga nisbatan muxolif fikrlarni bildira boshlaganimdan buyon, bunga endi 15-20 yil bo'ldimi, nafaqat menga, butun bir oilamga nima deydi, ruhiy tahdid boshlangan. Oila a'zolarimga, qizimga, turmush o'rtog'imga va ularni jamiyatdan izolyatsiya qilish, ularni haq-nohaq xorijga chiqish huquqlarini, erkin harakatlanish huquqlarini taqiqlash avj olib ketdi. Masalan, bitta mana shu qizimni o'zini, katta qizimni o'zini 2-3 talab kollejga ko'chirishga majbur bo'lganman. Kollejdan haydashga muntazam. Yoki bo'lmasam nima deydi, noo'rin gapirib qo'ygani uchun. Masalan, bitta kollejdan olib chiqib ketishimga sababi haligi ma'naviyat va ma'rifat guruhi kelib kollejda nima deydi, mana shunaqangi tadbir o'tkazishayotganda, yoshlarga tushuntirish ishlari olib borishayotganda, o'shanda Islom Karimovning davrida, endi hali bola kollejda o'qiydi, chet tillar kollejida aytadiki, Islom Karimovni maqtaganida biz uyda gapirib o'tirsak, bola eshitadi, biladi-da, baribir qush inida ko'rganini qiladi deganday sodda va o'sha Karimovni maqtaganda kimda savol bor degan tribunada o'tirgan. Endi u yerda direktorlar, zamdirektorlar, zavchilar va o'sha respublika ma'naviyat va markazidan kelgan shaxslar bo'lgan. Menda savol bor degan qizim. Ha, turingchi, qani Alimbekova nima deysiz deganda, sizlar mana hozir prezidentimizni Islom Abdug'aniyevichni rosa maqtayapsizlar. Lekin menda bitta savol bor. Aytingchi, prezidentimiz shuncha yaxshi ekan, nima uchun unda Fransiya sudi Islom Karimovni diktator deb topgan degan. Nima deydi, tribunada o'tiribdi, o'sha qatorda direktorning ko'zidan o't chaqnab ketdi deydi. Hamma bir-biriga sarosima bilan qarab qoldi deydi. Ana shundan keyin sig'madi u kollejga boshqa meni qizim. Buni keyin o'zingizga tushuntiramiz alohida xonada sizga deyishganda, kulib hazilga burib ketishgan. Mana shunday holatlar yoki bo'lmasa to'yiga ruxsat bermaslik, misol uchunda demoqchi bo'lganimki, qizimni o'sha men hali O'zbekistonda paytimdanoq 2012-13-yillardan boshlab xorijga chiqish huquqi taqiqlangan edi. Hatto Oliy sudgacha bordi qizim. Erkin harakatlanish huquqlarini himoya qilish maqsadida foydasi bo'lmadi. Keyin o'rtada bir marta ochishdi, xorijga chiqish huquqini, Turkiyaga chiqib ketdi. Men unda Ukrainada edim. Bolam dedim, vaziyat qaltis. Men mana bunday namoyishlar qilib yuribman. Men muxolif fikrdaman dedim. Qizalog'im dedim, Turkiyaga chiqib yo boshqa mamlakatga chiqib siyosiy boshpana so'ra demayman dedim. Vatan baribir vatan. Men o'zim bilib, sezib yuribman. Bunday vatansizlik qismatini senga ravo ko'rmayman. Lekin vaziyat qaltis, senga joningga jabr bo'lmasligi uchun singlingni oldida Turkiyada yashab turgin, ozroq. Vaziyat o'zgarguncha keyin qaytasan vatanga dedim. Lekin bolam menga quloq solmadi. Aytishadi-ku, men bolamni deyman, bolam bolasini deydi dedi. Chunki qizim turmush o'rtog'i bilan ajrashgan, bittagina qizi bor edi. Qizi hali yosh,
men unda chiqarib yuborganimda endi 1-sinfga borishi kerak edi. Eri xorijga chiqishga taqiq qo'ydi, qizim o'zi bilan olib keta olmadi. Kuyovim taqiq qo'ygani uchun qizim o'zi bilan olib keta olmadi. Dediki menga qo'ng'iroq qilib, onajon, qizim aynan tarbiya oladigan yoshda, ertaga tarbiyasi buzilib ketadi. Farzandsiz menga bu hayotda qizig'i yo'q ekan, qaytib ketmasam bo'lmaydi. Bolamsiz yasholmas ekanman dedi. Shuncha javlon urdim. Bolam hozir internet rivojlangan O'zbekistonda yarmidan ko'p xotinlari Izraelga, Koreyaga, Rossiyaga, turli mamlakatlarga ketib 5-6 yillab ishlab yotibdi. Bolam internet rivojlanib ketgan, hozir nima orqali gaplashib tur dedim. Yo'q. Nimaga buncha qo'rqyapsiz? dedi. Men aytdim, mendan qasd olish uchun sendan foydalanadi, senga jabr qiladi Mirziyoyev hukumati desam, aya dedi. Siz noto'g'ri talqin qilyapsiz. Bitta oilani boshqarish qancha qiyin bo'lsa, mamlakatni boshqarish ham shunaqa qiyin dedi. Ko'p sonli 30 o'sha 5-6 million, 35 million, 36 million xalqday fikrlaydi-da meni qizim. Aytdiki, siz to'g'ri tushunib prezidentga yordam berib qo'llaganingizda bunday nima hodisotlar bo'lmagan bo'lardi. Men o'ylaymanki, prezident siz o'ylaganchalik yaxshi odam emas, menga ziyon qilmaydi, men bunga ishonaman, chunki men oddiygina sartaroshman. Tirikchiligini o'tkazayotgan bir beva ayolman, qarmog'imda bitta bolam bor. Menga jabr qilmaydi, qo'rqmang dedi. Lekin dedi, mendan Turkiyada qolishni talab qilmang, iltimos deb qaytib kelib qo'ydi. Keyin kelishi bilan ozroq o'rtada tanaffus bo'ldi. Birdan taqiq qo'yilmagan edi. Lekin xabaringiz bor, o'sha O'rta Osiyo prezidentlari, Tojikiston, o'sha nima deydi, Qozog'iston, O'zbekiston prezidentlari Germaniyaga tashrif buyurdi. O'sha Sholsning qarorgohida o'tkazilgan O'rta Osiyo xalqlarining o'sha norozilik namoyishini O'zbekiston tomonidan asosiy tashkilotchilardan biri sifatida mazkur namoyishni tashkil qildim va faol ishtirok etdim. Moskva Putina! Diktator! Diktator! Moskva Putina! Diktator! Diktator! Mirziyoyev diktator! Mirziyoyev diktator! Mirziyoyev diktator! Mirziyoyev diktator! Mirziyoyev diktator!
Diktatör Mirziyoyev istifa. Emomali Rahmonov diktatör, Emomali Rahmonov istifa. O'rta Osiyo diktatorlari istifa. O'rta Osiyo diktatorlari istifa. O'zbeklarga, tojiklarga, qirg'izlarga erkinlik, ozodlik. O'rta Osiyo xalqlariga ozodlik. Mana shu namoyishni ochig'i Mirziyoyev kutmagan edi. Hali bunaqasi tarixda bo'lmagan edi. Chunki Fransiyaga ham birinchi prezidentlikka taxtiga o'tirganda Fransiyaga bormoqchi bo'lganda ham mana shunday namoyish uyushtirish rejalashtirilgan edi, lekin buni tinchitishgan edi. Germaniyada bunaqangi shov-shuv, bunaqa mulzam bo'laman. Dunyo hamjamiyatini oldida bunday sharmandalik-sharmsor bo'laman deb Mirziyoyev yetti uxlab tushiga ham keltirmagan. Keyin nima bo'ldi? Keyin qasd olishga kirishdi menda. Bu qasd kim orqali bo'lardi? O'sha qo'lida garovda turgan, asir olib turgan qizim orqali bo'ldi. Birdan qizimga, sartarosh qizimga, mijozga noto'g'ri soch ulading, uning sog'ligiga ziyon yetkazding deb sudlab juda katta miqdorda jarima soldi. Marhamat, o'sha nimani men hozir sizga ko'rsatishim mumkin. Mana bu davoni ta'minlash to'g'risidagi sudni ajrimi. Da'vogar Ismoilova degan fuqaro meni epilepsiya kasalligim borligini aytganman. Buni bilib turib, menda manfaatdor bo'lish istagida Alimbekova Zarnigor menga soch uladi va mening sog'ligimga jiddiy ziyon yetkazdi deb sudga da'vo ariza kirgizgan bo'lsa, o'sha kunda o'zidayoq sud ajrim chiqaryapti. Nima? Xorijga chiqish huquqini ta'minlash va chegara qo'shinlariga barcha tegishli idoralarga jo'natish haqida. Xullas, 2023-yilning dekabr oyida qizimga xorijga chiqishga taqiq qo'yildi va keyin sud jarayonlari boshlandi. Endi o'zingiz bilasiz, ekspertiza xulosasini ne riba, ne miyasi deydi o'rislarda. Aybdor mana shu ziyon yetkazgan bosh og'rig'imga sabab bo'ldi deb yozyapti-da. Mijoz kim? Mijoz yollanma mijoz. Men buni yollanma deb komil ishonch bilan aytishimning sababi mijoz
qizimga bir hafta yalinyapti. Endi o'zini ishini ustasi bo'lgani uchun mijozku men bandman kunlarimda, odamlar ko'p, sizni ola olmayman deganda takror bir hafta 10 kun yalinyapti-da, qabuliga yozilyapti. Qabuliga yozilyapti, 6 soatlab soch ulaydi, 8 soatlab. Qizim tik oyoqda soch ulayapti. Lekin bismillah deb kirgandan boshlab mijoz chiqib ketguncha diktofon yoqib qizimning ovozini yozib olyapti. Mana shuni o'ziyoq haligi nima deydi, qandaydir bir g'arazli maqsadda qizimni oldiga mijoz sifatida kelganidan dalolat. Masalan, kim? Men bir sartaroshni oldiga borganda diktofon yozib kiramanmi yo siz kirasizmi? Ko'ryapsizmi? Mana shuni o'zini da'vo arizasida ayol yozib o'tyapti. Keyin qarang, yaqinda bir sartarosh yigit, qishloqdan kelgan bir viloyatlik yigitni sochini buzib olib tashladi, rosa siltab haqorat qildi. Bitta kechirim bilan quturib ketdi, lekin bizning qizimiz Ishonqulovaning qizi bo'lgani uchun qutulib ketolgani yo'q. O'sha ayolning bosh og'rig'iga noto'g'ri soch ulagani sabab bo'lgan, soch ulagani zarar yetkazgan. Shu Alimbekova sababchi bo'lgan deb qaror chiqarib berdi va moddiy va ma'naviy zararini 10 million deb belgiladi. Yana nima deydi? Davlat boji ham qizimdan undirildi. Yana davlatga jarimalar undirildi. Xullas, shunday moliyaviy bosimga uchratdi ham. Endi maqsad nima? Maqsad qizimni xorijga chiqarmaslik, erkin harakatlanish huquqini buzish, bo'g'ish. Lekin buni shunchalik qila olmaydi. Nimaga? Bu yerda onasi bor, baqirib turadi, ovozini chiqarib turadi. Shuning uchun ham xalqaro hamjamiyat nimaga buni xorijga chiqish huquqini cheklagansiz Mirziyoyev deganda, mijoz shikoyat qilgan, qonuniy sud orqali bo'lgan deb ko'rsatish uchun legalchika deydimi? Ana shuning uchun ham yollangan mijoz bilan qizimni xorijga chiqish huquqini cheklash maqsadida moliyaviy bosim o'tkazib jarima soldilar va qonun qolipiga solib qo'ydilar. Xorijga chiqish huquqi cheklandi. Keyin men aytdimki, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini saytida o'sha epilepsiya bilan og'rigan bemorlarning nima deydi, belgilari nimadan iborat bo'ladi? Birinchi belgisi desa, muntazam bosh og'rig'i deb yozilgan ekan. Keyin men yozdim ki, axir shunday deb yozilgan ekan-ku. U ayolning boshini og'rishiga epilepsiya bilan bir necha yillardan buyon og'rigani sababmi yoki bo'lmasam ruhiy kasalliklar shifoxonasida muntazam davolanib chiqayotganligi sababmi? Hatto ruhiy kasalliklar shifoxonasini hisobida ham turar ekan u ayol deganimdan keyin bular o'ylab qoldi. Dedi, biz ruhiy kasalni arizachi qilib olibmiz-ku. Ertaga bu ish sudda yemaydi, buzilishi mumkin dedilarda, boshqa hiyla o'ylab topdilar. Oradan 6 oy o'tgandan keyin 2024-yilda 1-iyun bolalar kuni Samarqandga bolalarni ko'rgani, mana bu qarindoshlar bilan o'ynagani bolalarni ko'rgani borganda, e'tibor bering. Davlat xavfsizlik xizmatining xodimi bilan avtoavariya sodir etildi qizim bilan. Qizim rulda bo'lgan. Shunday oldiga chiqyapti, tormoz beryapti. Men u yigitni rulda o'tirgan yigitni tekshirtirdim. Meni o'zim samarqandlik bo'lganim uchun ishtihonlik ekan, men yoqdor edaman, qo'shnimizda. Va dod desangiz ham, voy desangiz ham bir 56 million, bitta sudni o'zida qariyb 80 millionni tagiga yetdi qizimni qarzdorligi avtoavariya oqibatida. Lekin men bitta narsaga o'shanda shukr qilib ovoz chiqarmadim. Nimaga? Chunki bilasiz, Xorazmda bir hamkasbimizni nima qilishdi? Avtoavariya orqali o'ldirib yuborishdi-da, uyushtirish yo'li bilan yopiqlik qozon yopiqligicha qolib ketdi.
qizimga avtoavariya uyushtiryapti. Mashinada qizimni mashinasida bo'lgan yosh bolalar orqada yoki jabrlandi degan shaxsda oldida bor 3 kishi hech kimni burni qonamayapti. Hatto bir joy tirnalmayapti ham. Hech kimga hech narsa qilgani yo'q. Lekin nima bo'lganimiz ekspertiza xulosasiga ko'ra, mana bu yerda ekspertiza xulosasi ham bor. O'sha mashina go'yoki nima bo'lib ketganimiz, umalanib ketganimizda, chochilib nima parcha-parcha bo'lib ketdi-da. Uni endi bitta yig'ish kerak ekan. Lekin odamlarga hech narsa qilmabdi-yu. Shu rasvo bo'lib ketibdi mashina. Shunchalik katta zarar ko'ribdi. Moddiy zarar ko'ribdi-da. O'sha shaxs tomonidan shaxsga qarzdor qilib qo'ydilar. Endi xorijdan kim so'rasa ham aytadi, "Ha" deydi, "davlatdan qarzdor emas, shaxsdan qarzdor" deydi. Mana deydi. Birinchisi edi, mana ikkinchisini chiqardi. Keyin qizim bo'yin tovlamadi, bordi majburiy ijro bo'limiga, dediki, "Men to'layman, lekin yolg'izonaman, qaramog'imda bitta bolam bor. Shuning uchun ham iltimos, bo'lib to'laylik nimani. Izn beringlar, bo'lib qarzdorlikni to'lay" dedi. Mana Rasul Kusherbayev o'sha trollar fabrikasida trollik qilishga majbur qilingan Adliya vazirligining bir mulozimi bilan suhbat qilgan edi. Hozir men sizga endi buni ko'rsatib o'tirmayman. O'sha suhbatdan parchani isbot dalil sifatida shuncha shu sobiq Adliya vazirligining xodimi mulozim aytgandiki, menga shu juda katta jarima bor, buni bo'lib to'lashga nima qilingan, har safar oyligimdan ushlab qolinadi. Hammaga mumkin. Lekin muxolif fikrda bo'lgan Mirziyoyev hukumatiga, Eshonqulovaning qiziga mumkin emas. Demak, hozir qizimni chet elga to'g'rilikcha olib chiqish imkoniyatim yo'q. Qizimni chet elga chiqish huquqi cheklangan. Avvalo qarzdorlik. Aytgancha, qizim o'sha avtoavariyada jabr ko'rgan odamni oldiga borib iltimos qilganda, qo'ng'iroqlashganda, mana shunaqa menga og'ir tashxis qo'yildi. Men tirik bo'lsam to'la olaman pulingizni. Iltimos, siz izn berib turing. Majburiy ijroga ayting, menga xorijga chiqish taqiqini yechsin. Men xorijga borib davolanib kelay. O'lmasam men sizni qarzingizni beraman, o'sha qutulaman. Rostmi yolg'onmi, u kishi telefonda aytishlariga qaraganda, qizimga aytishlariga qaraganda borgan, aytgan, lekin majburiy ijro bo'limidagilar yo'q. Oldin qarzni to'lab qo'yadi, keyin to'rt tomoni qibla degan javobni bergan. Shundan keyin qizim O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, Davlat xavfsizlik xizmatiga, Bosh prokuraturaga, Ichki ishlar vaziriga, barcha shu sohaning mutasaddilariga, hukumat arboblariga murojaatnoma yozdi. O'sha saraton kasalligi tashxis qo'yilganligi sababli shoshilinch chet elga davolanishga borishim uchun mening xorijga chiqish huquqimni cheklashga qo'yilgan taqiqni bekor qilishingizni iltimos qilaman degan mazmunda. Lekin haligacha demak biror bir natija yo'q, bo'lmaydi ham. Shuning uchun ham men sizlardan yordam so'rashga majburman. Aslida men boshqacha chiqish qilmoqchi edim, azizlar. Men demoqchi edimki, ey Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida oldingisida ham, bugungisida ham, yangisida ham borki, ota-onaning xatti-harakati uchun farzand javob bermaydi deyilgan. Lekin sen nima uchun mendan qasd olish uchun sening hukumatingga nisbatan Mirziyoyev muxolifat fikrida bo'lganim uchun, tanqidiy fikrda bo'lganim uchun Sholsning qarorgohi yonida seni dunyoga sharmanda qiladigan o'sha namoyishlarni tashkil qilib faol ishtirok etganim uchun mendan qasd olish uchun nima uchun qizimni qurbon qilmoqchisan? Nima uchun qizimga teginyapsan? Senda farzand yo'qmi? Ha? Seni qizingga shunday teginsalar raqiblaring nima qilgan bo'larding? Nimaga sen o'zing O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga rioya qilmaysan? Nima uchun mening qizimga moliyaviy
bosim o'tkazding? Nima uchun uni jamiyatda izolyatsiya qildirding? Nima uchun 5 martalab uni ishdan haydatding? Ishsiz qoldirding, nonsiz qoldirding? Meni qizim Mirziyoyev senga hech qachon bir so'm so'rab gadoylik qilish uchun bormadi. Yosh bolali, bitta boquvchisi bor, eri yo'q ayol bo'la turib sendan moliyaviy ko'mak olmadi. Bola puli olmagan hatto. O'zini o'zi boqib yurdi shu paytgacha. Lekin sen uni o'zingga muttaham qilish uchun, garovda ushlab turgan bolamdan foydalanish uchun mendan qas olish maqsadida nima uchun bugun unga eng og'ir tashxisni qo'yib o'tiribsan? Kim u doktorlaring? Meni kechirsin o'sha shifokorlar. Lekin sen rahbarlik qilayotgan jamiyatdagi yozuvchilar kim? Kim o'sha yozuvchilar? Maddohlar bordi, yo'qdi, bor deb har kuni sana o'qiyotgan ijodkorlar kim? Shifokorlar kim bo'lardi? Axir ular ojiz odamlar. Seni bitta imonga maqtal ular. Shuning uchun ham men ishonmayman. Shuning uchun ham azizlar, gapiraman desam juda ham gap ko'p, faqatgina men masalaga oydinlik kiritmoqchiman. Men qizimni qotil Mirziyoyevning qattolariga, jallodlariga topshirib qo'ymoqchi emasman, hukumat boshqaruviga. U shifokorlar bir ojiz odamlar. Bitta buyruq bo'lsa so'zsiz itoat qiladi. Iltimos, menga yordam bering. Hech bo'lmasa bolamni haqiqatdan ham saraton dardiga yo'liqqanmi, yo'qmi? Shunga aniqlik kiritay. Chunki bular bolamga dedilarki, o'sha butun nimanga tarqab bo'pti. Bachadonni operatsiya yo'li bilan hozir olib tashlash mumkin emas. Oldin ximiyoterapiya olasan, keyin bachadonni operatsiya yo'li bilan olib tashlaymiz deb birinchi ximioterapiyani qilib bo'lishdi. Turkiyaga chiqib diagnoziga aniqlik kiritaylik loqal. Juda ham armonda ketmay bu dunyodan. Yordam bering menga. Keyingi ko'rsatuvlarimda Mirziyoyevning xalqni va mening qizimni qurolsiz qirg'in qilish omillari haqida batafsil to'xtalaman. Batafsil. Xayr, salomat.